Klass bittaga yosh kelibsizlar. Bugun biz Python mo'lja kurslarimizning 25-darsini olib o'tamiz. 25-darsimizning mavzusi bizda Python quiz o'yinlari yaratish bo'ladi. Ya'ni bugun biz 24 va 22-darsimizda o'rgangan bilimlarimiz bo'yicha biz yana bir tajriba o'tkazib ko'ramiz. Ya'ni olgan bilimlarni takrorlash desak ham bo'ladi. Va bu o'zi quiz o'yini nima? Ya'ni quiz o'yini bizda zakovatga, ya'ni zakovat o'yiniga o'xshab, ya'ni quizlarda bizda bir nechta savollar bo'ladi va har bir savolga esa variantlar mavjud bo'ladi. Ya'ni javob variantlari ham mavjud bo'ladi. Va bugungi darsimizda biz xuddi shunday qilib bir nechta savollar chizamiz va ularga alohida o'zining har bir savolning shaxsiy variantlari ham mavjud bo'ladi. Va keling, birinchi bo'lib biz savollarga o'zgaruvchanlik linkini beramiz va biz ularga savollar deb yozamiz va uni keyin hozircha qarzga olib turamiz. Va ikkinchisi esa bizda variantlar bo'ladi va bizda ya'ni to'g'ri variantlar ham bizda bo'lishi kerak va unga biz variantlar degan o'zgaruvchanlik linkini yozamiz va keyingi o'zgaruvchanlikni esa bizda javoblar bo'ladi. Ya'ni to'g'ri javoblar, ya'ni bizda to'g'ri hisoblanadigan javoblar, buni T javoblar deb yozamiz va keyingisi esa bizda o'zgaruvchan, ya'ni foydalanuvchi yozgan to'g'ri yoki xato, ya'ni u kiritgan javoblar yoki to'g'ri yoki xato bo'lishi mumkin. Buning esa bizga farqi yo'q va bu yerga qo'sh tirnoq ochamiz va biz ko'rib turganingizdek probel bosganimizda bizda 5 qator savollar bo'lgani uchun biz probel bosamiz va Python bizga avtomatik tarzda mana bunday qo'sh tirnoqlar ochib ketaveradi va biz 5 ta savol tuzib olamiz hozir. Va keling birinchi savolimizni yozamiz va birinchi savolimiz bizda, masalan, keling sal osonroq savoldan boshlaymiz. Masalan, Ikkinchi jahon urushi qachon? Ikkinchi jahon urushi qachon? Masalan, keling tugagan deb yozamiz. Sal osonroq bo'lishi uchun. Boshlangan desa ba'zilar 1939, ba'zilar 1941 deb yozadi va shuning uchun keling osonroq qilib barcha bilganidek qachon tugagan deb yozamiz va ikkita nuqta qo'yamiz. Mana bunday qilib va ikkinchi savolimizga esa keling, masalan, davriy jadvalda nechta element bor deb yozamiz. Davriy jadvalda nechta element bor deb so'roq belgisini qo'yamiz va ikkita nuqta qo'ygan holda mana bunday probelni bosib qo'yamiz. Va keyingi savolimiz esa bizda ikkala, ya'ni fizikaga doir savol. Nyutonning nechta qonuni bor deb yozamiz. Nyutonning nechta qonuni bor deb so'roq qo'yamiz va mana bunday ikkita nuqta qo'yganda probelni bosib qo'yamiz. Va keyingisi esa, keyingi savolimiz, masalan, keling yozaylik. Qaysi hayvon eng katta tuxum qo'yadi? Qaysi hayvon eng katta tuxum qo'yadi? Barcha ham bilmasligi mumkin qaysi hayvon. Ba'zilar hayvonning hajmiga qarab tuxumi ham katta yoki kichik bo'lishini aytishadi. Ammo keling biz bularni savolni yozamiz. Va 3-chi savolimiz bizda keling, masalan, keling masalan, yer tortishish kuchi nechiga teng? Yer tortishish kuchi nechiga teng? Yoki necha metr sekundga teng? Necha metr taqsim sekundga teng? Va so'roq belgisini qo'yib ikkita nuqta probel bosamiz va pastdan esa biz variantlar joyiga keling. Uni qilishdan oldin biz mana bu yerga vergul qo'yib chiqamiz, chunki biz hozir bu yerga vergul qo'ymasak bizda bularning barchasi, ya'ni bitta bo'limga, ya'ni bitta narsa hisoblanib qoladi va biz bu yerga vergul qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va pastdan esa biz variantlarni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi va biz bularni ichiga yana bitta qavs qo'yamiz va yo'q, mana buni o'chirib turamiz va biz mana bunday joy ochildi
va endi biz buni ichiga yana bir qavs qo'ygan holda va mana bunday joy ochamiz va uni ichiga variantlarni yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Keyin a nuqta probel qo'yamiz va vergul qo'ygan holda b nuqta probel yana bitta vergul qo'yamiz. Uni ichidan c nuqta probel vergul qo'yamiz va d nuqta probel qo'yamiz va buni Ctrl C qilamiz va probel qilgan holda Ctrl V yo'q. Mana buni qavsi bilan Ctrl C qilishimiz kerak. Nega Ctrl C, Ctrl V. Bizim orqaga ketib qolyapti. Ctrl V mana bunday qilamiz va buni tagidan ham Ctrl V qilishimiz kerak bo'ladi. Va ko'rib turganingizdek bizga barcha variantlar alohida paydo bo'ldi va bularni ham ajratish uchun biz mana bunday vergullar qo'yib chiqishimiz kerak bo'ladi. Vergul va bu yerda ham vergul qo'yamiz va bizda har bir variantlar alohida hisoblanadi va keyin endi variantlarni ichiga haqiqiy variantlar va to'g'ri ularning ichiga to'g'ri variantlarni ham yozishimiz kerak bo'ladi va birinchi savolimiz biz ikkinchi jahon urushi qachon tugagan? Masalan, keling, ba'zilar o'ylashi mumkin 1939-yil bo'lishi mumkin. Balki masalan 1845-yil tugagan bo'lishi mumkin. Balki 1945-yil tugagan bo'lishi mumkin va 1944-yil ham tugagan bo'lishi mumkin. Va ikkinchisi bizda davriy jadvalda nechta element bor? Masalan, davriy jadvalda 116 ta element bo'lishi mumkin. Balki 118 tadir. Balki 120 bittadir va balki 108 ta ham bo'lishi mumkin. Va uchinchi savolimizning to'g'ri va xato variantlari esa bizda Nyutonning nechta qonuni bor? Nyutonning qonuni masalan 4 ta bo'lishi mumkin, balki 3 ta bo'lishi mumkin. Ba'zilar o'ylaydi 5 ta qonuni bor va ba'zilar esa 2 ta qonuni bor deb o'ylashi ham mumkin. Va to'rtinchi savolimiz esa bizda qaysi hayvon yoshi esimizdan chiqib ketibdi, qaysi hayvon eng katta tuxum qo'yadi? Va bizda masalan eng katta hayvon nima? Masalan kit katta hayvon, uning tuxumi eng katta bo'lishi mumkin va balki fil bo'lishi mumkin. Va balki masalan katta hayvonlardan krokodilni tuxumi eng katta bo'lishi mumkin va balki tuyaqush biz eng katta qushlardan biri, ammo juda ham katta emas, balki shu qush ham katta tuxum qo'yishi mumkin. Va keling, 5-chi savolimiz uchun bizda qolib ketibdi. Probelni bosamiz va bu yerga 5-chi savolimizni variantlarini ham qo'yishimiz kerak bo'ladi. 5-chi savolimizni yozamiz va pastdan esa biz mana buni olib qavsni mana bu yerdan qo'yamiz va endi 5-chi savolimizga variantlarni yozishimiz kerak bo'ladi. Yer tortishish kuchi necha metr sekundga teng? Yer tortishish kuchi masalan bizda bo'lishi mumkin 8,9 metr sekund bo'lishi mumkin. 8,9 metr sekund deb bo'lishi ham mumkin. Balki bizda masalan 9,8 metr sekund ham bo'lishi mumkin. 9,81 metr taqsim sekund bo'lishi mumkin. Balki 10,21 metr taqsim sekund bo'lishi mumkin. Yoki 9,6 metr taqsim sekund bo'lishi mumkin. Ya'ni yer tortishish kuchi va biz bu yerga berib qo'ydik va endi pastdan esa biz to'g'ri javoblarni belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bizda to'g'ri javoblar emas, balki to'g'ri javoblarni biz hozir yozib chiqishimiz kerak bo'ladi va bu yerga qavs ochamiz va ularni ketma-ket tarzda yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, birinchi savolimizning to'g'ri javobi esa bizda, ya'ni C variant hisoblanadi. Bilmaganlar uchun, ya'ni Ikkinchi jahon urushi 1945-yilda tugagan va ikkinchi savolimizning to'g'ri javobi esa bizda B variant, ya'ni B variant hisoblanadi va bizda elementlar
118 ta hisoblanadi. Ya'ni davriy jadvalda bizda 118 ta element bor bilmaganlar uchun va 3-chi savolimizning javobi esa biz A variant hisoblandi va Nyutonning aynan 4 ta qonuni bor va 4-chi savolimizning javobi esa bizda qaysi harakatga tuxum qo'yadi va bu bizda D va bilmaganlar uchun tuyaqush kichkina hayvon bo'lganligi uchun nisbatan kichkina, ya'ni fil va kitga nisbatan kichkina bo'lgani bilan u eng katta tuxum qo'yadi va keyingi 5-chi savolimizning javobi esa bizda B variant hisoblanadi. Ya'ni yer tortishish kuchi aynan 9,81 metr taqsim sekundga teng va pastdan keyin biz yana bir o'zgaruvchanlik linki, ya'ni ball, ya'ni ya'ni foydalanuvchi to'plagan ball ham bizda bo'lishi kerak va barcha o'yinlarda bo'lganidek bizda barcha o'yinlarda ball mavjud va shuning uchun ham biz ball yozamiz va yana bir o'zgaruvchan linki biz savollarning soni, ya'ni savol soni masalan bu bizda masalan 1-savol, 2-savol, 3-chi savol bo'lgani kabi bizda savollar soni ham mavjud bo'ladi va biz uni hozircha 0 ga tenglattirib olishimiz kerak bo'ladi va keyin qiladigan ishimiz esa bizda for siklini yozishimiz kerak bo'ladi. Keling pastda yozamiz va for savol, ya'ni bizning yangi o'zgaruvchanlik linki in savollar, ya'ni savollar, ya'ni bizda bitta mana bu savollar ichida bo'lgani sababli biz ikkita nuqta qo'yamiz. Print savol. Yo'q, print savol emas. Birinchi bo'lib biz ya'ni bizning o'yinimizda ko'proq, ya'ni bezaklar bo'lishi uchun biz mana bunday belgilar qo'yamiz va uni tagidan esa biz keyin print savol qilamiz. Va endi biz hozir bu bilan javobni ko'radigan bo'lsak, ko'rib turganingizdek bizda har bitta savol orasida mana bunday bezab turuvchi belgilar paydo bo'ldi. Ya'ni u bizning o'yinimizni oddiygina bo'lsa ham chiroyliroq holga keltirdi. Va pastdan biz endi yana bir for siklini yozishimiz kerak bo'ladi. Va for siklini ichida biz variant, yana bir o'zgaruvchanlik linki, variantlar emas, variant in variantlar va mana bunday indeks belgisini qo'yamiz va uni ichiga esa biz savol soni, ya'ni nechinchi o'rinda turganiga qarab biz savol soniga o'zgaruvchanlik, o'sha savol soniga o'zgaruvchanlikni yozamiz va bizda ya'ni har bitta variantni o'ziga tegishli savol soniga qarab belgilab beradi va pastdan biz print qilamiz variantni print qilamiz va endi biz javobni ko'radigan bo'lsak, bizda bitta xatolik paydo bo'ldi. Ya'ni bizda hamma savolga birinchi savolning variantlari keldi. Ya'ni ikkinchi jahon urushining variantlari bizda boshqa savollarga ham kirib keldi. Va keyin endi biz buni to'g'rilaymiz va pastdan yozishimiz kerak bo'ladi. Biz ya'ni savol soni, keling mana bu yerga i'ni qo'shamiz. Savol son emas, savol soni deb yozaylik, to'g'riroq bo'ladi. Savol soniga biz plus teng 1 deb yozamiz. Ya'ni biz plus teng 1 deb yozganimiz bilan nima qildik? Ya'ni biz har bitta chiqib kelgani bilan biz masalan birinchisi chiqdi va unga plus 1 qilamiz. Ya'ni keyin 1 ga 1 ni qo'shsak ikkinchi savol va 2 ga 1 ni qo'shsak uchinchi savol bo'lib bizda har bitta variantlar o'z o'rniga tushib ketaveradi va ko'rib turganingizdek bizda barchasi to'g'ri ishladi va ya'ni bizning birinchi savolga birinchi savolning variantlari, ikkinchi savolga ikkinchi savolning variantlari va uchinchi savolga uchinchi savol javobning, ya'ni uchinchi savolning variantlari chiqib keldi. Va keling endi biz pastdan foydalanuvchidan oladigan narsani yozishimiz kerak bo'ladi va keling mana bunday probel qo'yamiz va pastdan javob deb yozamiz. Ya'ni to'g'ri javob emas, ya'ni foydalanuvchidan olingan javoblar, tepada aytib o'tganimdek javoblar teng input va uni ichiga qavs qo'yamiz va A, B, C yoki D kiriting. Keling mana bu yerga probel qo'yamiz
kelima bunga yoki deb yozamiz. Yoki de kiriting. Kiriting deb yozamiz va ikkita nuqta probel qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va endi biz kelimani tekshirib ko'ramiz va ko'rib turganingizdek bu yerga sursak bizga A, B, C yoki D kiriting degan javob keldi. Va endi biz va pastdan javoblar va biz bu yerga yangi o'zgaruvchanlikni yaratishimiz kerak bo'ladi. Javob nuqta append va mana bunda qavs ochamiz. Javoblar. Va biz kelin mana buni aslida biz teskari qilishimiz kerak edi va buning uchun keling mana buni biz javob qilib yozamiz va pastdagini esa buni ham javob deb yozamiz va mana bu yerga javoblar va bu yerga javob. Ya'ni biz javoblar ichiga, ya'ni javoblar o'zgaruvchanlik linki kolleksiyasiga biz har bir foydalanuvchidan olingan javobni qo'shib ketaveramiz va pastda endi if javob, ya'ni foydalanuvchidan olingan javob teng bo'lsa javoblar ya'ni to'g'ri javoblar mana bunday indeks belgisini qo'yamiz va savol sonini yozamiz. Ya'ni savol soni. Ya'ni bizda agar javob, ya'ni foydalanuvchidan olingan javob to'g'ri javoblar, ya'ni savollar soni, masalan, keling biz sizga tushuntirib beraman. Ya'ni bizda birinchi savolga javob to'g'ri kelsa, ya'ni bizda mana bu savolning nechinchi savoliga aniqlab beradi va o'sha to'g'ri javoblarda to'g'ri keladigan savollar soniga foydalanuvchidan olingan javob to'g'ri kelsa, if deb yozdik. Biz print qilishimiz kerak. To'g'ri javob. To'g'ri deb yozishimiz kerak bo'ladi va unda qo'yamiz. Va agar xato bo'lsa else, ya'ni bizda savol soniga, ya'ni o'sha qaysi savolga javob bergani to'g'ri kelmasa, ya'ni savollar soniga to'g'ri kelmasa foydalanuvchi bergan javob, biz print qilishimiz kerak xato. Ya'ni qisqaroq bo'ladigan bo'lsa, foydalanuvchining javobi to'g'ri javob bersa biz to'g'ri deb yozamiz, xato javob bersa biz xato deb yozamiz. Va pastdan print qilamiz. F ya'ni format belgisi. Mana bunday belgi qo'yamiz. To'g'ri javoblar va mana buni ichiga qavs ochamiz. Ya'ni bizda yo'q. Keyin o'chiramiz. Indeks belgisi va savollar soni. Ya'ni biz to'g'ri keladigan savol qatoriga to'g'ri kelsa, to'g'ri javob keling mana bu yerda endi o'sha javob to'g'riligi haqida ma'lumot beramiz. To'g'ri javob ikkita nuqta qo'yamiz va mana bu narsa bizda chiqib keladi. Va kelimani o'chirib turamiz va keyin endi tekshirib ko'ramiz. Stop Newton va pastdan ochamiz va bizda ikkinchi jahon urushi qachon tugagan? ABC. Masalan, biz keling A deb belgilaymiz. Bizda nega xatolik chiqib keldi? Bizda masalan biz o'ylagandik 1939-yilda tugagan va bizda xatolik chiqib keldi deb aytdik. Keling biz 26-qatorga qaytamiz. Va bizda aynan mana bu yerda 26-qatorda xatolik bor degan bizda ma'lumot chiqib keldi.
nega bizda xatolik chiqib keldi? Keyin hozir buni ko'rib chiqamiz. Bizda mana bunday narsalar chiqib kelibdi. Va bizda mana bu yerga biz aslida javob emas, javob mana bu yerga biz javoblar deb yozamiz va pastdan ham qaniydi va mana bu yerga biz endi javob emas, bu yerga ham biz javoblar deb yozishimiz kerak bo'ladi. Yo'q, javob deb yozamiz va pastdan esa mana bu yerga javoblar nuqta ya'ni append javob, ya'ni biz javoblarga javobni qo'shamiz. Keling endi buni tekshirib ko'ramiz va bu yerga a deb yozganimizda ko'rib turganingizdek bizda barchasi to'g'ri ishlab ketdi. Ya'ni bizga A variant bizda 1939-yil ya'ni xato hisoblanadi. To'g'ri javob C. Ya'ni bizda to'g'ri javob 1945-yil edi va biz bu yerga buni kiritganmiz. Endi to'g'ri javob bizda C hisoblanadi. Va keyingisi esa bizni va qani keyingisi va agar foydalanuvchi bizda masalan bilsa 118 to'g'riligini, ammo kichkina harf bilan yozsa, bizda xato degan javob chiqib keladi. Ammo bizda bu aslida to'g'ri hisoblanadi va buning sababi esa biz kichkina b harfini yozdik va keling buni biz to'g'rilash uchun nuqta upper degan funksiyani yozishimiz kerak bo'ladi va biz bu yo'q, bu yerga emas, biz mana bu yerga tochka upper deb yozishimiz kerak bo'ladi va bizda bu foydalanuvchilardan olingan ma'lumotni avtomatik tarzda katta, ya'ni kichkina bo'lsa ham katta qilib ma'lumot oladi va keling endi biz agar bu yerga masalan kichkina b deb yozadigan bo'lsak ham bizda Python katta B degan ma'lumot oladi va buni to'g'ri deb hisoblayveradi va keyingisi bizda Nyutonning nechta qonuni bor masalan va yana bir narsa bizda to'g'ri degan javob chiqib keldi va masalan Nyutonning biz o'ylaymiz B variant 3 ta qonuni bor, ammo bizda xato Nyutonning 4 ta qonuni bor, ya'ni javob A. Va keyingi savol, qaysi hayvon eng katta tuxum qo'yadi? Masalan, keling B variant deb yozamiz, yana balki fil, ya'ni fil eng katta bo'ladi, ammo bizda javob xato edi. Bizda to'g'ri javob D, ya'ni tuyaqush. Va keyingi savol esa biz yer tortishish kuchi nechaga teng? Yer tortish kuchi B deb yozamiz va to'g'ri degan javob chiqib keladi va bizning o'yinimiz o'z yakuniga yetadi. Va keling endi biz mana bu yerda eslasangiz biz bal degan o'zgaruvchanlik linkini yozgan edik. Keling endi shuni ham biz ikkiga tushiramiz va pastdan yozishimiz kerak bo'ladi. Va pastdan mana bu yerdan keling pastdan yozamiz. Kor bal plus teng 1, ya'ni balga har bittasini biz qo'shib ketaveramiz. Ya'ni har bir savol uchun keyingi savolga o'tib ketarish uchun biz mana bu shunday tarzda yozamiz. Yo'q, keling, qaramab turamiz. Biz mana bu yerdan yozishimiz kerak bo'ladi. Bal plus teng 1 va print to'g'ri. Bizda bu shu turishda qolaveradi va pastdan else xato deb yozdik va print va biz buni yozdik va pastdan endi biz mana bunday qilib mana buni tagidan kelib olib turamiz va pastdan print qilib yana bir bezaklar berib chiqamiz. Mana bunday qilib bezak beramiz va yana bir marta print va yana bir marta print deb yozamiz. Ikkita nuqta qo'yamiz va yana mana shunday chiziqlar qo'yib chiqamiz.
va pastdan probel qo'yamiz. Natijalar deb yozamiz va bu yerga ham probel qo'yamiz. Ya'ni bizda mana bunday chiroyli holda javob chiqib keladi va pastdan biz print qilamiz. Keling, bularni bunday qilamiz. Ikkita nuqta ochamiz va javoblar virgul and teng 0, ya'ni tugash hech narsaga teng bo'lmasligi uchun va pastdan for to'g'ri javoblar, ya'ni to'g'ri javob, biz yangi o'zgaruvchanlik linki to'g'ri javob ichida bo'lsa, to'g'ri javoblar ichida, ya'ni to'g'ri javoblar ichida bo'lsa, biz print qilishimiz kerak bo'ladi javobni, to'g'ri javobni va yana bitta value qo'yamiz va uni ham tugashini 0 ga tenglashtirib olamiz. Hech narsa bilan u tugamaydi va pastdan hech narsani print qilmaymiz. Buni pastdan qaytaramiz va mana bu yerning ichiga biz kiritgan javoblar, keling mana bu yerda javoblar emas, balki to'g'ri javoblar deb yozamiz. To'g'ri javoblar va pastdan esa biz yozgan javoblar. Kiritilgan javoblar deb yozamiz. Berilgan javoblar deb yozamiz. Keling, berilgan javoblar va pastdan bu yerga javob va javoblar. Bu yerga ham javob deb yozamiz. Va endi bizda barchasi to'g'ri bo'ldi. Keling, boshqatdan tekshiramiz. Chapga suramiz. Masalan, A, B, B, C, D deb yozamiz. Va endi biz javobni ko'rsak, to'g'ri javoblar C, B, A, D, B edi va biz kiritgan javoblar esa A, B, B, C, D. Keling, biz mana bu yerga mana bunday ikkita nuqta probel qo'yib chiroyliroq qilamiz bu jarayonni va buni tekshirishdan oldin keling endi ballga ko'proq ma'lumot, ya'ni ballni kiritamiz. Ball teng ballni bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 100%lik shkalaga to'g'ri bo'lishimiz uchun biz buni bo'lamiz. Savollar, ya'ni savollar soniga ya'ni savollar soni bizda qancha ko'p bo'lsa, masalan 4 ta bo'lishi mumkin, 5 ta bo'lishi mumkin. Ya'ni bu siz yozgan savollar soniga qaraydi, ya'ni o'shandan bog'liq. Va buni biz 100 ga bo'lib olishimiz kerak bo'ladi. Va ya'ni biz ballarni savollar soniga bo'lamiz va uni 100 ga ko'paytirib olamiz. Va pastdan print qilamiz. Print format belgisi va siz to'plagan ball ikkita nuqta qo'yamiz va format belgisi ball foiz, ya'ni o'sha siz to'plagan qancha foiz bo'lsa o'shancha foiz keladi. Va keling buni boshqatdan tekshiramiz. Masalan A, D, B, D, A deb yozamiz va bizda natijalar chiqib keldi. Ko'rib turganingizdek, to'g'ri javoblar bizda C, B, A, D, B edi. Biz kiritgan javoblar esa A, D, B, D, A. Ya'ni bizda bitta javob to'g'ri bo'lgani sababli bizda 20% javob chiqib keldi va keling biz buni barchasini to'g'ri qilsak, qancha 3% chiqadigan tekshiramiz. Ya'ni bizda C, B, A, D, B ekan. Keling endi buni yozamiz. C, D, B, A, B da adashmasam, yo'q, C, D, A, D, B ekan. Mayli, hech qisi yo'q. Bizda endi 40% chiqib keldi, chunki bizda birinchi va oxirgi javob to'g'ri chiqib keldi. Keling buni 100% qilishga harakat qilamiz. C, B,
A GB adashmasam va to'g'ri. Ya'ni ko'rib turganingizdek bizda barcha savol to'g'ri bo'lganligi sababli bizda ya'ni 100% degan javob chiqib keldi. Va agar biz bularni keling barchasini C deb yozsak bizda ya'ni bittagina C javob bor edi va bizda 20% chiqib keldi. Xo'p, bugungi darsimiz shu narsalardan iborat edi. O'ylaymanki, bu dars sizga juda ham foydali bo'ldi va bugungi darsimizning mavzusi, ya'ni asosiy maqsadi bizda Python quiz o'yinini yaratish edi va biz bugungi darsimizda o'sha quizlarni, ya'ni savollar yaratdik va ularga variantlar yaratdik va biz to'g'ri javoblarni ham quyidagi tarzda belgilab oldik va bu yerda yozilgan barcha kodlarni men kanalning ushbu videoning opissiyasiga qoldiraman. Ularni bemalol kopировать etib qolishingiz mumkin yoki agar o'zingiz boshqatdan yozaman desangiz, albatta bu videoni ko'rgan holda o'zingiz xohlagan savollarni va variantlarni qo'ygan holda o'zingizga mos bo'lgan o'yin yaratishingiz mumkin bo'ladi. Va agar bu videorolikni oxirigacha tomosha qilgan bo'lsangiz, albatta bu videorolikka layk bosib, bitta kanalga obuna bo'lishingiz mumkin. Hammaga xayr!